Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Sizni avar qildim. Bu qozilik mahkamasimi? Bu qozi kalonning uyi. Mahkama emas. Qaraganda ular menga yo'l xato deb beribdi. Siz bu alga yatmi? Shunda men o'tinchilik qilaman. Mahkamaga bir ishdan shikoyat qilib kelishim. Qani uyga marhamat. Hoy, vadida. Mana men xinin. Bu yo'lovchiga tamoq va usuliq elib keling. İltifatingizga tashakkur. Tuzut qilmang. Men sizga yo'lni ko'rsatib qo'yay. Taychiqingiz bak chiroyli ekan. Ismi Najma. Anisining Qama. Bu nasli isil otlardan ekan. Xalib qasridami bundaq otlarni ko'rib boqmagan edim. Xalib qasrida qandaq ot borligini siz nereden bilasiz? Men o tarafga o'tin sotqili ko'p boratdim. Xalipaning qasrida o'tin sotamsiz? Ba'zi ularning o't qalash va saroylarni tozalash degandek ishlarni qilib beraman. Balkim shundaqdir. Solga qarab mengib, yo'lning chetiga borganda o'ngga burilib mengim. Ang oxirida o'ngga burilib mangay. Ezib qolarmanmi? Men atamdan bozorga berishga ijozat so'ragan edim. Qozixona o'tar yo'lning ustida. Siz aldimdi menging. Men orqangizda sizga yo'l boshlay. Shahringlar to'limi chiroyli ekan. Havosimi shundoq saf. Muhitimi bak go'zal ekan. Biroq, Yig'zini jum, yenatki puldan chiqa. qap yura ilkingni qara. Akan qarag'ani kimni bilmaydigan o'xshaysan. Kim bo'lasan? Digina. Men sizlarni shahringlarga musofir. Yenimda pulimmi yo'q. Bu o'tkir qilichim seni cho'qim rost gap qildirdi. Keningga hisi bo'l iflos qaraqchi. Uzun tilini kesib olmaydigan bo'lsam, oxirida kimning yig'adiganligini ko'ramiz. Mana endi jiningni oladigan bo'ldim. Aldirab ketma. Hey qizchaq, menda yiroq tur, ha? Men senga mahoratimni bir ko'rsatib qo'yay. Men sening jiningni olmay yana, ha? Oy can, oy. Menga bundaq chaqchib qarab turmay, uni darhol bog'lang. Sizning qilichvozlik mahoratingiz haqiqatan qaltiskan. Sizning qaraqchiga akan qarag'ayning kimligimni bilamsan degan gapingizni o'ylasamla, kulkidan o'zimni tutib olmay qoldim. Xuddi Amir Beyzodalardek gap qilib ketdingiz-ku. Akan qarag'ayning, ha? Akan qarag'ayning. Javobgarga ayt qozixonaga kelishni uqtirdingmi? Qaysi javobgarni deydilar? Xalifani da'vatiman. Boshroq gap qilsalar boshqalar anglab qolmasin. Nimishqa? Biz o'g'irlik qilmayotimiz, balki vazifamizni ado qilyapmiz. Men o'zim mushu vazifaning guvochisi bo'lib qolmay yana. Nima da'vatidilar? Bo'ladi, sizlarga ko'p rahmat deganlar ekansiz. Sizlar nimaga ma'qul bo'lishganligimizni unutib qolmaslar, poshshab. U qizning qaraqchi bilan shaqdan shaq uchgan qushda qaltis mahorati bilan ilishqanligini ko'rgan bo'lsalar, to'lima hayron qolatdilar ota. Kimning gapini qilyapsan? Salma. Qozi kalanchu. Bu gapning qozi kalan bilan nima aloqasi ota? Sen qozi kalanning ahvolini tekshirib, uning meni chaqirtishining sababini bilmoqchi eding-ku. U ishni o'rinlab keldim ota. Natijasi qanday bo'ldi? Mushundaq mahoratlik, güzel ve axloqli qizni tarbiyalab chiqqan kishi jazman yaxshi odam ota. Undaqda xato qilgani menkanman, mahkamaga boray bo'ldi. Ata, meningcha bu masalaga tamkinlik bilan qarab chiqayli. Qozi kalon adli adolatli kishi bo'lg'achqa, u kishilarga pokisiz hukm chiqarmaydi. Yaxshi turdingizmi, qizim? Shundaq ata. Nayt yaxshi turdim. Allohga shukr. Hayron qilyapman. Bugun odatingiz bo'yicha qissa aytib berishimni so'ramaysiz-ku, qizim. Undaq emas ata. Men ata tang atqicha uxlamay qissa anglashga tayyorlik qilib qo'ydim. Qaltis-ku. Men bugun sizga
Uqbaning qizi Ummu Gulsumning qissasini so'zlab berman. islomni qabul qilmagan ayollarning qissalarini anglamay bu jihatda Ummu Jamilning qissasi menga yetarlik. Uqbaning qizi Ummu Gulsum kofir emas. Balki u imoni eng kuchli ayollarning biri. Rostmi? Biroq uning dadasi payg'ambar alayhissalomga hiyla-mikr qilish uchun Yahudi poplardan maslahat so'raydiganlarning birisi tursa, Shunda qizim, Uqba va uning ikki o'g'li Valid va Umarala kofirlar sepida tursimi, biroq Ummu Gulsum ahli va durust ish amali orqali Allohga iymon keltirgan isil ayol edi. O'ltiring qizim, endi sizga qissani so'zlab beray. Uqbaning qizi Ummu Gulsum islomga kirgan bo'lib, uning to'g'ri aql farosati uni hidoyat nuriga erishishga muyassar qilgan. Qizim Ummu Gulsum safardan qaytib kelibdi. Xush kelibsiz qizim. Ata, bu safar bilan ko'p orom tepib qoldin. Ko'nglingizdan joyiga tushganlikka chiroyingizdan chiqib turdi qizim. Islom dinining ahvolidan to'limi hayron qilyapman. Men u vaqtki shum xabarlarni angladim. Muhammad bilan Abu Bakr Makkadan qochib ketibdi. Allohning payg'ambari hijrat qilibdimi? Eliqi ben boshqullardek uni Allohning payg'ambari deb atsan-ku. Ummu Gulsum undaq demoqchi emas. Boshqalarning shundaq deganligini ko'p anglag'achqa tilidan shundaq chiqib qolgan gap. Shundaq emasmi qizim? Aqliy paketlar ishonchlik va rostchil kishi Muhammadning deganlarining rostligini isbotlaydi. Uning aytganlari hargizmi insonning so'zi emas. Ezi bo'ling qizim, o sizni azdirvatmisin yana. Biz degan mo'tivar katta odamlarmiz. Qo'l bilan mo'tivarlarni baravar ko'rdigan undaqtinga bizning nima hojatimiz bo'lsin? Singlim, endi ho'shingni tepib ol. Bundan keyin unda quruq gaplarga agishib yurma. Bir yangi xabar ipkagan o'xshamamsa. Shundaq. Allohning payg'ambari Yasribga tinch amon berib opdi. Allohga shukr. U amisa hozir ansarlarning ichida xotirjam bo'lib qopti-da. Men bugun kecha ularning yeniga manaman. Men bilan birga boramsan. Anam yashinib qoldi. Safarda qiynalib qoladi. Uni bu yerda yolg'iz tashlab qo'yib manganmayman. Ananing yanida turib uni obdan qarsaqmi o'zini o'tida jihad sanaladi. Allohning payg'ambari bizga shunday ta'lim bergan. Allohning salomi o'z zotga bo'lsin. Allah seni Madinaga salomat bog'ili nisb qilsin. Kim bilsin? Pat yaqinda Allohning nazaridagi bu sevimli siminga g'oliblarcha qaytib keladi taxi. Voy derdim, bizning har qaysi qabil oymoqlar orasidagi surayvimiz yo'qolib ketdi-ku. Sadi nemish bo'ldi ha? Yüzüngki to'pi chechib, nemishqa buncha qoqshaysan? Men texi hayot tursam. Sen mi o'lgan bo'lsang, Abu Lahab, bu ishlarni yuz bermagan bo'lsa kashki. Badri urushi degan odatki bir sayohat xolos. Kelar qitimliq urushda biz buyuk ilohlarimizning madadi bilan ularni cho'qim mag'lub qilamiz. Sanimiz ko'p, hozirligimiz yaxshi tursa, ular bizni qandoqsiga yengib, mushu holga tushirib qo'ygandi. Ba, ko'p turvatding Ummu Jamil. İşlam ışındaq ketaveradigan bo'lsa, biz eng mayir chavandozlarimizdan har qaysi qabilalarning oqsoqollardan ayrilib qolamiz, Abu Lahab. Ondaqda qandoq qilsaq bo'la, danishman xonim? Buningga tadbir bo'lmas bo'lmaydi. Biz ularning ojizlik taraflarini tepib chiqib, munosib paytda ularga ushtum tutujum qilaylik. Meningcha Muhammadning qo'shiniga qarshi urush assa qandoq? Men ig'izlardan chaqchaqdan boshqani anglayolmayapman. Mangayli. Havo bekli qizib ketdi. Vay can, vay ay. Putumga yana tikan kirib ketdi. Muhammad Makkadan ketgan tursa, yo'lga nimishqa yana tikan tashlab qo'ysan, ha? Bu konu tikanlar edi. Elib etishni unutib qoptiman. Allohning payg'ambari Madinaga hijrat qilib kelgili bir qancha yil bo'lib, orada Badri, Uhud g'azoti va Hudaybiya sulhis qatorliq bir qancha muhim ishlar yuz beribdi.
Ummu Gülsüm, azroq bo'lsin bir narsa yan qizim. Rahmat ata. Qo'rsqim ochmadi. Nima bo'ldi? Judab chiroyingiz sarg'ayib ketibdi qizim. Toza mijasim yo'q. Meningcha qishloqqa berib 2-3 kun orom olib kelsangiz yaxshi bo'lib qolarsiz qizim. Bu fikrim bo'lamdikan Ummu Gülsüm. Meningcha bu obdan fikrkan ata. Uni yo'lga yolg'iz deb qo'yamdoq. Yo'llar toza bexatar emas. Aramalg'il borgandan keyin o'zim yolg'iz boray. Qaringlar bo'lmasin, u nima qilsa mayli. Assalomu alaykum hamshira. Nima qilmoqchisiz? Atrofga ehtiyot bilan zan selib kelyapsiz. Sizni qo'g'lab kelayotgan bir asba o'xshamadi. Siz kim? Nimishqa mening kimligimni so'ramaysiz? Ismim Abdurahmon. Xuzoa qabilasidan. Payg'ambar alayhisalom bilan ahd qilishgan Xuzoa qabilasidanmi? Shundaq, u zotga eng yaxshi salomlar bo'lsin. Men Quraysh qabilasidan Payg'ambar alayhisalomning yeniga bormoqchi edim. Biroq yo'lni bilmayman. Siz menga yo'lni ko'rsatib qo'ygan bo'lsangiz. Madinaga yetib borguncha sizga hamroh bo'lay. Alloh sizga barakat ato qilsin. Suv va oziq-tuliklarni elib, darhol to'giga mening. Rahmat. Qilishdaysizlar qani? Nim bo'ldi o'g'lim? Ummu Gülsüm qishloqqa bormabdi ata. Nimishqa? Rost shunda qiptimi? Biz uni izlagan bo'lsaqmi, uning dergini olammidik. Biz qumliqlardan uning izini tepib, uning Yasrib tarafga qarab ketganligini bayqadik. Yasrib? Undaqda u Muhammadning yeniga minibdi-da? Shundaq. Bir qism kishilar uning bir yo'l boshlovchining hamrohligida to'gi bilan manganligini ko'ribdi. U notunish bir er bilan yolg'iz safarga chiqibdi-da. Buni bizdan so'ravatamlar ata. Ikkinglar darhol uning kaynidan qo'g'lab, uni jazman qaytirib kelinglar. Agar u Muhammadning agash kuchilaridan yordam so'rab qolsa-chi? Hudaybiya kelishimi bo'yicha Qurayshlar ichidan Muhammadning yeniga qechib borganlar qaytirib beriladi. Muhimi uni biror joyga yo'shirinib olishdan burun tepib olayli. Qani, tezdan yo'lga chiqinglar. Allohga shukr. Ey Alloh, men g'izo va usuzlik ato qilgan kishiga g'izo va usuzlik ato qilgin. Qarindishim Ammar. Din yo'lidagi qarindishim Abdurahmon. Qanday ahvoling? Allohga shukr. Yanimda bir ayol bor. O payg'ambar alayhissalom bilan ko'rishsam deydi. Hay Umar, sanamiz aviyada turdi. Sana endi nijotlik yo'q. O'limga hozirlan, u ozg'un. O'zingni pesval. Uni birdamdan keyin Muhammadning agash kuchilari bizga topshirib berdi. O ayol nima deyotdi? Payg'ambar alayhisalomning oldida yig'layotdi. Yehidan boshqa gapni anglamadingmi? Tahir qilib anglab boqay. Ey Allohning payg'ambari, men bir ayol. Biz ayollar o'zlari bilgandek mushalga tushib qoldik. Yo'q. Jahiliyatning hukm qarori ularni mushundaq bechora holga tushirib qo'ydi. Sizlar meni ularga qaytirib bersalar, ularning meni dindan yandirishidan andish qilyapman. Ularning azoblariga bardoshlik bergudek kuchim yo'q. Nima ish bo'ldi, Ammar? Payg'ambar alayhisalomni titrak besib ketdi. Qaraganda hozir uningga vahiy tushayotgan o'xshaydi. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Allah onu qoğdaş üçün ayet düşürüptü de. Shundaq. Allah uningdan keyingi mu'min ayollarni qo'g'dash va ularni kofirlarning qo'l ostida qiynalib qolmasligi uchun shunday qilgan. Payg'ambar alayhissalom mu'min ayollarni qanday sinagan ata? Ayollar payg'ambar alayhissalomning oldida turib, bir to'p jamoat orasida o'zining Alloh va uning payg'ambarini yaxshi ko'rib hijrat qilganligi, hargiz mol dunyo maqsadida yoki erini yomon ko'rib kelmaganligini tilga olib, qasam qilgan hamda shahodat aytgan edi. Bu shartlarni bekitishning nima ahamiyati bor? Bundoq bo'lganda erdan qochib kelgan yoki biror g'ayri maqsadga kelgan ayollar bilan haqiqiy iymonliq ayollarni ayirg'ili bo'ladi. Allah va uning payg'ambarining hukmi nima degan katta ha? Shundoq. Ba'zi vaqtlarda dinga bo'lgan to'g'ri tushunchadan yiroqlashib qolamiz, qizim. Sizlar texi menga Abu Lahabning ayoli Ummu Jamil va uning do'sti Hindining oqibatining qanday bo'lganligini aytib bermadilar? Mening yana qilishga tegishlik bak muhim ishlarim bor. Allah xolisa, ayt so'zlab beray, qizim. Allahu awsa bil mu'minati as-salihati as-sabirati ad-dhakirati ash-shakirati hunna an-nisa'u 'itru al-hayati hunna allawati غرسنا فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى الماء وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري